Bugun sizlarga farzandlarim yaxshi ko'radigan ovqatni tayyorlanishini ko'rsatib bermoqchiman. Eng avvalo kartoshkalarni tozalab, yaxshilab yuvib olamiz. Va yuvilgan kartoshkalarni qozonchaga parek shaklida to'g'rab solamiz. To'g'ralgan kartoshkalar ustidan tuz solamiz hamda suv solamiz. Gazga qo'yib, pishgunicha qaynatamiz. Bu orada bir dona sabzini cho'rkadan o'tkazamiz va bir dona kattaroq piyozni o'rtacha kattalikda to'g'raymiz. Tovuq filesini ham to'rtburchak shaklda to'g'rash esingizdan chiqib ketmasin. Xolislar mol go'shtidan foydalansanglar bo'ladi. Qozonchamizga yog' solib, piyozni birrov qovuramiz va ketidan tovuq go'shtini solib ham birrov qovuramiz. Tuz, kashnich urug'i, soyaviy sous solib aralashtiramiz. Tomat solib, sabzlarni solib 3 daqiqa davomida qovuramiz. Bu orada bir osh qoshiq unga ozgina suv aralashtirib qo'ygan edim. Shuni soldim. Umumiy hisobda 1,5 kosa suv solib, 25 daqiqa davomida qaynab chiqqanidan keyin bitta lavr yaprog'ini ham sovurish esingizdan chiqmasin. Pyurelarimiz tayyor bo'lganidan keyin sariyog', sut va kartoshka qaynagan suvdan solib yaxshilab ezib olamiz. Tayyor pyureni ustidan padlikni qo'yib stolga tortamiz. Juda ham mazali bo'lgan taom tayyor bo'ldi. Ko'katlarni sepib stolga tortamiz. Videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Ko'nglim ko'tariladi-ya.